Neçə vaxtdan beri Samarqanddan keçib gələn əmirlərinin vəsvəsiga çekishi bilan Çiktayin bo'lib turgan Sultan Mahmudxon yeznisi Sultan Mahmud Mirzning o'lim xabarini anglab, Samarqandni elib butkul Mavara-un-Nahrning hukmroni bo'lish tamasida sarkarda lashkarlarini ergashtirgunicha Toshkentdan oldirab tenib yo'lga chiqqan edi. O'ylaganidek yo'l bo'yi hech qanday qarshilikka uchirmadi. Shu sababdan u Samarqand taxtiga berib o'ltirdigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Biroq Samarqandga yaqinlashib, Kanboy tavasiga kelganda birdilla to'silib qoldi. U bundoq bo'lishini xiyoliga keltirmagan edi. Sultan Mahmud Mirzning o'limidan keyin Xusrav Shohni Samarqanddan qo'g'lab chiqargan Ahmad Hojibek qatorliq Tarxonbeklar kengashib, Sultan Mahmud Mirzning 18 yoshlik ikkinchi xonzodasi Buxoro amiri Boysungur Mirzini Samarqandga akilib taxtga o'tirg'izgan edi. Ayg'oqchilar orqali Samarqand hokimiyatini tortib olish qasdiga tushgan Sultan Mahmudxonning Toshkentdan zo'r qo'shin tortib kelayotganligidan xabar topgan Boysungur Mirza amir sarkarlari bilan barliq lashkarlarni elib, Kanboy tuzlanligida ularning oldini to'sib bargoh qurgan edi. Lashkariy ishlarga xom, jangbozlik mahoratidan tuzuk xabar yo'q Sultan Mahmudxon kutmaganda duch kelgan Samarqand lashkarlarini ko'rib, birdamda tengirqab qoldi. Amir lashkari Muhammad Husayn Mirzning Samarqandga oldirib lashkar tatmaslik taklifiga quloq solmaganiga pushaymon qildi. U Toshkentdan Ne'mat Mirza, Sulton Junaydi Barlas, Mirza Haydar Ko'kildosh, Ahmadbey Talba qatorliq xushomatchi amirlarning madhiya qiziqtirishlariga ishinib, Samarqandni beshimdagi do'pponni olgandakla osonli olaman deb lab urib, oldirib yo'lga chiqqan edi. Amir lashkar Mirza Muhammad Husayn Ko'raganni himoyatchi qo'shinni boshlab orqasidan berishga buyurgan edi. Eng yaxshisi Amir lashkar Muhammad Husayn Ko'raganni saqlag'ach urush qilishga oldirmay turaylikmikin, dedi Sulton Mahmudxon oldini to'sib turgan Samarqand lashkarlari bilan jang qilishga ro'y bo'lmay. Amir lashkarni saqlasak, yana bir necha kun kutishimizga to'g'ri keladi oliylari, dedi sarkarda Sulton Junaydi Barlas. Jangga chiqmay turib olsak, Samarqandliklar bizni qo'rqqancha deb texim haddidan eshishi mumkin. Onun ustiga lashkarlarimizning kuchli yovga duch kelgan o'xshaymiz deb jasoratini yo'qotib qo'ydi. Eng yaxshisi avval hujum ko'taylik. Xushomat qilish, madhiya o'qish, lab urush bilan o'zini ko'rsatib, xonning e'tiborlishiga erishgan, shu orqali o'rdadagi yuqori mansablarni qo'lga kirgizib olgan bu amirlar Muhammad Husayn Ko'raganni faqat yoqtirmaydi. Uni o'zlari bilan xonning oraliqlariga to'siq deb qaraydi. Ular Sulton Mahmudxon yangidan taxtga chiqqan chog'larda turli xushomatlar bilan uningga yaqinlashib, fitna-fasod, suiqasd, tuhmatlar bilan bu yanquli Bahodir qatorliq peshqadam sarkarlarni ko'zidan yo'qotish maqsadiga yetgan. O'rdadagi cho'ng to'salg'ulardan qutuldik deb xushal bo'lishgan bo'lsa-mu, Sulton Mahmudxon bilan Muhammad Husayn Mirzning bolalik chog'laridan tortib o'rnatgan cho'nqur do'stlik rishtasini uzib yetishga iloj qila olmay, dardini ichiga yutib fursat kutishga majbur bo'lgan edi. Gerçi Sirdaryosi bo'yidagi jangda marhum Sulton Ahmad Mirzaga sotqinlik qilish badaliga Sulton Mahmudxonning ishonchiga erishgan Muhammad Shaybonixonni maqtab ko'kka ko'tarish orqali Sulton Mahmudxonning Muhammad Husayn Mirzaga bo'lgan do'stlik, ishonchini sustlashtirishga uringan bo'lsa-mu, maqsadi amalga oshish u yoqda tursin, Sulton Mahmudxon Muhammad Husayn Mirzaga hamshirasi Xubnigar xonimni nikohlab berib, ko'raganlik martabasini berdi. Shuning bilan ular xonning oldida Muhammad Husayn Mirzning yomon gapini qilishga texmi petinolmaydigan bo'lishgan edi. Bu qitim Sulton Mahmudxon mush amirlarning qiziqtirishi bilan Samarqandga lashkar tortgan edi. Shunga ular Muhammad Husayn Ko'raganning kelishini kutib turgan bo'lsa, o'zlarining lab urushdan boshqa ish qo'lidan kelmaydigan non qipiliqining oshkorlanib kelishidan ansirab qolgan edi. Yana bir tarafdan darhol jang qilib, Samarqand lashkarlarini mag'lubiyatga uchirib, Sulton Mahmudxonga Muhammad Husayn Ko'ragansizmi g'alaba qila oladiganligini ko'rsatib qo'yishga oldirab kelishgan edi. Ta'mimcha Sirdaryosi bo'yidagi mag'lubiyat Samarqand lashkarlarining esidan texi ko'tarilgani yo'q, dedi Ne'mat Mirza Sulton Junaydi Barlasning so'zini quvvatlab. Shul tapda ularni jangga undaydigan bo'lsak, yuraklariga vahima tushib, qo'llari titrab turayotgan o'l yog'larimiz jasoratini yo'qotishi mumkin. Ari, Ne'mat Mirza janoblari naq gapni qildi, dedi Mirza Haydar Ko'kildosh.
Anlaşımcha Samarqand lashkarlari Chir daryosi bo'yidan yengilib qochgandan beri daryo emas, bir eriq suvni ko'simi cho'chiydigan Janob Qibligohimning muborak nom sharaflarini anglasimi vahimaga tushib titraydigan bo'lib qilishganmish. Demisimi o'sha qitimqi jang on hazratimning shavkatini 18 ming olamga doston qildi. Oliylar ma'qul ko'rsa, kamina navkarlari turshavul bo'lib hujumga o'tishni xohlayman. Shuhratparastlikka g'olib kelgan bu amirlar shu daqiqada o'zlarining urg'an loplariga o'zlari ishinib qolgan va birli hujum bilan yov lashkarlarining bargohini vayron qilib, ularni Udul Samarqandga qo'g'lab bordigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Bu maqtash loplardan xudini yo'qotib qo'ygan Sulton Mahmudxonning vujudidagi boyatinqi xavfsirash, ishonchsizlik tuyg'ulari birdan g'oyib bo'ldi. Anlaşımcha, ba'zilar Muhammad Husayn ko'ragan bo'lmasa Sulton Mahmudxon hech ish qilolmaydi deyishgan. O'sha bahonada ul fitnachilarga jasoratimni sabr ko'rsatib qo'ymaymanmi? Shundoq qilaylamisa, dedi bir qarorga kelgan Sulton Mahmudxon. Mirzo Haydarbek ko'kildash tursavul bo'lib hujumga o'tsin. Ne'mat Mirzo bilan Sulton Junayd Barlas Chag'dovulluqni ustiga olsin. Ishqog'isi Ahmadbek Talbay qatorliq sarkarlar himoyatchi bo'lsin. Chag'dovul degan orqisib muhofazatchiligi debdi izohatda. Toshkent lashkarlari bargohidan yong'irgan nog'ri sadosini anglab, Boysungur Mirzo Ahmad Hojibek qatorliq amir sarkarlarini boshlab bargohdan chiqdi. Kenboy tuzlanligi bir damdala bir-biriga qarshi jang sepi tuzgan son sanoqsiz lashkarlar bilan to'lib ketdi. Yuzlagan tog'lar ko'z shamolida lapildaydi. Nayzi qilishlarning uchi quyosh nurida sovuq valaldaydi. Har ikki taraf bir hazon nog'ir dumboqlarini chelib, nari tortishib bir-biriga hayvi ko'rsatishdi. Taxtparning ustiga chiqib, yov sepig'i nazar tashlab Ahmad Hojibek meyiqida kuldi. Taxtpar degani tegidan 30-40 lashkar ko'tarib turadigan vaqtliq ko'z dushmanlari debdi izohatda. Nimaga kuldilar amir janoblari? So'radi Boysungur Mirzo. Sulton Mahmudxonning dargohida jang tadbirlariga puxta, alam mahoratida yetishgan bahodir sarkarlar to'la deb olib edim, dedi Ahmad Hojibek javob berib. Lekin ularning tuzgan jang sepiga qarab to'limi hayron qelyapman. Qarasizlar oliylar. Ahmad Hojibek Toshkent lashkarlarining sepini ko'rsatib turib, gapini davom qildi. O'shundoq bir chetiga tuxum qo'ysa, u chetida ko'rinadigan tuzda nadim o'shundoq jang sepi tuzgan ba. Ular barliq komandozlarni otdan tushirib oldiga tizibdi. Ularning yanida na qalqanchi, na shamsharvozlari yo'q. Shundoq ekan, dedi Boysungur Mirzo. Otlarni qechib ketmasin dedim-u, tizgini bilan tushib qo'yibdi tehi. Ot bozormi buningda qolayimqan bo'lmas. Ular joyida midirlamayli hujumga o'tadigan chig'i. Qudratlik Alloh egam bo'ljangning nusratini bizga buyurgan o'xshaydi, dedi Ahmad Hojibek va yenidagi farmonchiga buyruq qildi. Barliq chavandozlar tayyorlansin. Belgi berilgan hamon yov sepiga hujum qilsin. Farmonchi farmon yetkazish uchun taxtpardan tushib ketdi. Samarqand lashkarlari jang sepini to'xtamay o'zgartib o'tdi. Amaliyotda bu ularning yovning diqqatini chechish uchun tuzgan tadbiri edi. Shu topda Mirzo Haydarbek ko'kildashmi Samarqand lashkarlarining muddasini mo'ljallayolmay qolgan edi. Tuyuqsiz Samarqand lashkarlari sepidan otliq lashkarlar hujum qildi. O'quvchilar bir necha daqiqa o'ng'ib turib qolgan Mirzo Haydarbek ko'kildash esini yig'ib jon jahli bilan buyruq tushirdi. Ko'ngliga qo'rqinish tushib, etig'i meni bilish uchun kayniga yondi. Ko'zni yumib ochqichi bo'lgan orliqda yov chavandozlarini bostirib kelayotganligini ko'rgan komandozlarning vujudiga vahima o'lashgan edi. Ular yovlardan bir ikki tal o'q uzib bo'g'icha hujum qilib kelgan yov chavandozlari yiqilib qolgan edi. Sarkardisining otqa minmoqchi bo'lganligini ko'rib, komandozlar buyruq kutmayla o'q etishni to'xtatib, otlarning qishig'iga yugurishdi. Ular oldirashchilikda tizgini bilan tushib qo'ygan otlarni yechib etishni unutishgan edi. Ochiq qamchi yegan otlar ma'lumay bir izida piqiradi.
Ular yana otdan tushishga majbur bo'ldi. Uninggacha bostirib kelgan Samarqand chavandozlari ularning beshini chaynab qilich chekishga boshladi. Toshkent lashkarlari qarshilik ko'rsatish u yoqda tursin, kalkindek davrab kelgan otlarning tuyuqi ostida chaylinib jon berib-atdi. Lashkarlarning bir hujumga bardoshlik berolmaganini ko'rgan Sulton Mahmudxon Chag'dovul lashkarlarining hujumga o'tishga buyurishini esidan chiqarib, etining beshini orqaga burdi-da, ochiq qamchi soldi va shu qochqancha Udul Shahruxiya qal'asiga kelib to'xtadi. Chir daryosi bo'yidagi jangda Samarqand lashkarlari suv kalkunining zarbasiga uchragan bo'lsa, mana endi Toshkent lashkarlari ot kalkunining zarbasida ter-peran bo'lib ketgan edi. Bu jangda Mirza Haydarbek Ko'kildosh shuhratparastlikka loyiq jazosini tortib, 3 mingdan ortiq lashkarlar bilan ot tuyoqlari ostida petiqtilib, jinidan ayrildi. Andijon Bobur xilil judab qolgan edi, lekin xilil ruhliq ko'rinadi. Taxtda o'tirgandan beri, bo'libmi ikki tog'isining tahlikasidan qutulgandan beri, har kuni bomdod namozdan yenibla Udul Shoh nishinga chiqib, amirlarning atiganlik salomini qabul qiladi. Ma'lumotlarni ko'ngil qo'yib anglaydi. Muhim ishlarni Xo'ja Abdulla Qozi, Qosimbek Qovchin qatorliq oliy darajalik o'rda arkonlari bilan kengashib qaror chiqaradi. Har qanday ishga oldirab ifoda bildirmaydi. Ortiqcha chechilmaydi. Muomalasi to'liq yaqishliq edi. Har bir eg'iz so'zida adolatlik bo'lishini, avom ra'yatga ko'ngil bo'lishni targ'ib qiladi. Ba'zi barovatlarda maysharab ichishga yo'l qo'ymaydi. Amirlar bora-bora bu bola podshohdan tap tortadigan bo'lib qolgan edi. Har kuni bir qitim mo'misi Islom Davlat xonimi bilan Shoh begimga va onasi Qutlug' Nigor xonimga salom berishni esidan chiqarmaydi. Ularni saltanat ishlaridan vaqti-vaqtida voqiflantirib turadi. Shu kunlarda Sulton Mahmud Mirzdan yomonlab Samarqanddan qochib kelgan bir qism amirlar Mavara-un-Nahir saltanatini soya qilib, uni to'xtamay vasvasiga solgan bo'lsa-mu, birinchidan Sulton Mahmud Mirzning tog'liq hurmatiga rioya qilib, ikkinchidan qo'liga og'li uzun bo'lmagan taxt saltanatning mustahkamligiga ishonch qilolmay, uchinchidan tog'asi Sulton Mahmudxonning Samarqandga lashkar tortish xiyolidan oz to'la xabar topganligi uchun sukut qilib turgan edi. Uzun o'tmay, tog'asi Sulton Mahmud Mirzning o'limidan xabar topdi. Buning bilan ilk amirlar uni yana vasvasiga selishga boshladi. Mavlana Xo'ja Abdulla Qozi bilan Qosimbek Qovchin bo'lsa, maslahatlashgandeklar Samarqandga lashkar tortib berish ishiga aniq ifoda bildirmay, jim turib elishgan edi. Boburning vujudida Samarqand taxtini egillash orzusi allaqachon biq surib bo'lgan edi. Biroq ikki peshqadam amirning jim turib elishi uni ko'ngil xohishini besib elishga majbur qilgan edi. Tog'am Sulton Mahmudxon allaqachon Samarqandga lashkar tortib bo'ldi. Amdilikda men lashkar tortib olsam, uningdan Samarqandni talashgan bo'lib qolaman. Bu ish o'ttirimizda ig'ir ixtilof paydo qilishi mumkin. Mayli, ta'xir qilay. Her ish, her nesi ve Allah'ın emri bilen boludu. Babur, ana aşında xiyal bilen özünü bezlep, Andijondan çıkmaslığı mümkün idi. Biroq ayg'oqchilarning yetkazgan xabari uning ko'ngil aramini buzib etdi. Isfara amri Ibrohim Saru Boburdan yuz o'rib, yangidan Samarqand taxtida o'tirgan Boysungur Mirzaga bay'at qilib, juma namozining xutbasini Boysungur Mirzaning nomida o'qitgan edi. Babur bu yüzsizlikka sukut qilib turishni loyiq ko'rmadi. İbrahim Saruning boyqut qilishi g'ururiga qattiq tekkan edi. Shunga Andijondagi barliq sarkarda lashkarlarni elib, Udul Isfaraga qarab lashkar tortdi. Isfara qo'rg'onining sepili ustiga o'rnatilgan zambiraklar ziyoda ko'p edi. Bu Isfaradagi Shohquli Mardon ismli usta zambirakchining to'ppisi edi. İbrahim Saru aşı zambiraklarga ishinib Boburga qarshilik ko'rsatdi. Bobur qo'rg'onni mahkam qo'rshivagan edi. Orada bir necha qitim qattiq jang bo'ldi. Ana o'sha janglarda Bobur tarafdan beg atkasi Mirza Xudoberdi Bahodir va yuzlagan lashkarlar zambirak o'q tegib jinidan ayrildi. Shundaqdimi Bobur muhosirni qat'iy bo'shashtirmadi.
40 gün bo'lganda muhasirga bardashlik beramagan İbrahim Saru bo'yniga qilich o'qyasini esib chiqib taslim bo'lishga majbur bo'ldi. İbrahim Sarubegning taslim bo'lishi o'zligidan emas, chin ko'nglidan sadoqati yo'qdir. Shunga uning barliq sarkarda mahramlar bilan qo'shib qallisini elish kerak. Bu ish boshqa shahar viloyatdagi amirlarga ibrat bo'lsin, dedi O'rda ishqog'isi qo'shimcha Andijon shahrining hokimi Hasan Yoqubbek. Babur ifoda bildirishga oldirmay Mavlona Xo'ja Abdulla qoziga yo'lt etib qaradi. Xo'ja Abdulla qozi nima uchundir ko'zini yumg'inicha ifodasiz o'tirib oldi. Mavlona hazratlarining nima qilg'inidi bu? Odatda maslahat takliflarini faqat oymaydi. Shu topda Mavlona Xo'ja Abdulla qozining xiyolga asir bo'lgan edi. Cho'ng kichik ishlarning hammasiga chepilib olmay, podsho oliylarni o'z oldiga hukm chiqarg'ili qo'yay. Menmo qiyradim. Baribir uning uzoq hamroh bo'lolmayman. Hozirdan boshlab qiyin masalalarda atrofli o'ylanib, mustaqil qaror chiqarishni o'rgansin. İbrahim Saru haqiqatan o'limga loyiq gunoh qildi. Uni o'limga buyursa hech kim bir nima deyolmaydi. Biroq qo'l ostidagi sarkarlar bilan uning gunohini farqlantirish kerak. Qohida g'azabning kuchidan shafqatning kuchi cheksiz bo'ladi. Birovning jon rishtisini uzmak oson bo'lg'ini bilan hayotliq operida qilish bandining qo'lidan kelmaydi. Bu faqat yegona Allohga xos qudratdir, dedi Babur Xo'ja Abdulla qozining xiyolini bo'lib. Ul İbrahim Sarubegning qilgan sarkaslik uchun o'limga buyurishimiz haqli edi. Ammo men yana uni kechirib etishni loyiq ko'rdim. Mushning o'zla saltanatimga sarkaslik qilish xiyolida bo'lgan amirlarga ibrat bo'lar deb o'ylayman. Navodiyani kim osiylik yo'liga maqmoqchi bo'ladi ekan, uni jazolab yasoq topqidek kuch qudratim bordir. Oliylar marhamatlikdir, dedi Boburning hukmidan memnun bo'lgan Mavlona Xo'ja Abdulla qozi oldirab so'z elib. Tadbirli hukmdor dushmanlariga shafqat ko'rsatib do'stiga aylantirishni bilishi kerak. G'azab faqat bir qitimli hayajondir. U faqat egilgan yoki egilmagan boshni kesishga qodirdir. Mehr shafqat apu bo'lsa, quyosh kabi tapti bilan ko'ngil mamlakatini ishg'ol qilib, har qanday takabbur boshlanimi egishga, bir umr sadoqat bildirgizishga qodirdir. Ul İbrahim Saruning beshi hozircha o'zida omonat qolg'ay. Ikkinchi navbat osiylik yuz tutsa, ajal qilichi zinhor oyab qo'ymas. Undaqda shoh quli mardonni qanday qilamiz? So'radi Hasan Yoqubbek toza qoyil bo'lmay. Hech bo'lmaganda Mirzo Xudoberdi Bahodirning qissasini olmasak bo'lmas. Babur endi o'ylanib o'ltirmadi. Rahmatlik Mirzo Xudoberdi Bahodirga mehribon Alloh egam jannat nasib qilg'ay. Shoh quli mardonning kallasini elish bilan hargiz tirilib qolmaydi. Agar shundoq bo'lsa-di, Shoh quli mardon bilan İbrahim Saruning hatto asirga tushgan butkul isfara lashkarlarining bir qitim emas, 10 qitim kallasini elishga rozi edim. Tasarrufimizda Shoh quli Bahodirdek usta zambirakchi yo'q deyarlik. Shunga men uni apu qilib zambirakchi qo'shinga sarkarda qilishni qaror qildim. Janob amirlar qisos ilishdan mehr shafqat ko'rsatishni a'lo bilgaysizlar. Shu topda Babur nurg'unlagan sarvoz lashkarlarining o'sha zambirakchining otgan o'qida jinidan ayrilganligini bilib tursin, keyingi lashkariy yurishlarini nazarda tutib, uni o'ldirmagan edi. Isfara amir mahkamasini bir pas sukut qopladi. Avval Janobi Allohning inoyati bilan, ondan qo'shib oliylarning jasorati bilan Isfara qo'rg'onini sarkaslardan xalos qilib ilkimizga oldik, dedi Mavlona Xo'ja Abdulla qozi qo'l bog'lab turib. Shu topda Xo'jandning yeniga kelib qoptimiz. Xo'jand azaldan tasarrufimizga viloyatlarning biri edi. Texi bulturg'icha rahmatlik Umar Shayx Mirzo oliylarning idorasida bo'lib, bosh xarajatlarni vaqt qarorida ado qilib kelgan edi. Merhum Sultan Ahmad Mirzoning bu qitimqi ta'arruzidan keyin Mavara un-Nahir tavallikiga o'tib ketdi.
Oliler muvafiq görsə, hamını isfərəgi ləşkər tatıb gəlgənkəmiz, Andijonga yenib yürməy, Xo'jandga ləşkər tatıb berib, uni tasarrufimizga qaytarib kelsak degan xiyolim bor. Babur Mevlana Xo'ja Abdulla Qozining bu taklifini qabul qildi. Uningsiz Mo'dada taraf tog'isi Sulton Mahmud Mirza qazo qilganligi sababli Mavara Nahirdagi hokimiyatning uli tavrab qolgan edi. Uning ustiga ona taraf tog'isi Sulton Mahmud Xon Toshkentdan Samarqand taxtini ko'zlab lashkar tatgan edi. Shunga hozir yangidan Samarqand taxtida o'tirgan Boysungur Mirzaning Xo'jandni qo'g'dig'idek majoli yo'q edi. Xo'jand amri Abdulvahab Shig'avul bostirib kelgan Andijon lashkarlariga shaharni qarshiliqsizla topshirdi. Shuning bilan Bobur Farg'ona vodisidagi barliq viloyat oymoqlarni to'liq ilkiga oldi. Qiblagohimizga yetkazadigan ma'lumot bor. Bobur butun diqqati bilan o'qiyotgan kitobdan asta beshini ko'tardi. O lashkarlarni bir necha kun aram oldirib, ondan Andijonga qaytish uchun Xo'jandda turib qolgan edi. Ma'lumot nereden keldi? Samarqand tarafdan. Xo'sh, dedi Bobur birdinla diqqatini yig'ib. O'daychibek oyg'oqcha ip kelgan ma'lumotni qisqali yetkazdi. Sulton Mahmud Xon oliylari Kanboy jangda Boysungur Mirzani qattiq yengilibdi. Hozir Shahruxiya qal'asida panohlanib yetibdi. Mirza Muhammad Husayn Ko'ragan O'rtepini ishg'ol qilibdi. Xo'jand bilan Shahruxiyaning orliqi ancha yiroq emas edi. Tog'isining yeniqli kelib qolganligini his qilgan Bobur birdinla o'ylanib qoldi. Garchi tog'am Sulton Mahmud Xon Boysungur Mirzani yengilib qolgan bo'lsa-mu, lekin saltanatining sevgiti sung'uni yo'q. Elmo Turpan, Olmaliq, Turkiston va Toshkentning yagona hukmdori. Yana kelib menga ona taraf tog'a. Kutmaganda orliqimiz shuncha yaqinlab qopdi. Balkim u oyg'oqchilar orqali Xo'jandda turayotganimdan xabar topgandir. Boshqa vaqt bo'lgan bo'lsa Andijonga ketaversam bo'laveradi. Biroq hozir u Boysungur Mirzani yengilib to'lim xijolatchilikda qoldi. Mushundaq vaqtda korim bo'lmasa, mendan ranjib qolishi, ilgirki adovat qo'qqaslari qaytadan cho'g'lanib qolishi mumkin. Buzrukvar mo'minlarim menga bir umr homiy bo'lolmaydi. Uning ustiga Hammom Xubnigar xonimning kuyosi Mirza Muhammad Husayn Ko'ragan O'rtepini ilkiga oldi. O'rtepe Farg'onaga chegirdosh. Ular bilan munosabatni yaxshilamasam, har qachon ilkimga ta'arruz qilish turganlik gap. Tog'am Sulton Mahmud Xonning mushundaq xijolatda turgan vaqtidan foydalanib, oldiga berib salom bersam, har qanday sharoitda, har qanday ahvolda qon qarindoshligini saltanatdan a'lo bildiganligimni bildirsam, balkim qarindoshlik mehri qo'zg'alib qolar. O'tganda lashkar tatib kelib, oqsini muhosiraga og'inini esiga ilib xijil bo'lar. Mush bahonada o'tgangi ko'ngilsizliklar, yeni adovatlarga xotima bersam, yiroq yaqindagilar bu ishimni anglasimi, ol tog'amga emas, menga aprin o'qiydi emasmi? Yana kelib bu ish bilan birinchidan tog'am bilan bo'lgan munosabatni yaxshilab olaman. Ikkinchidan saltanatimni yoshirin bir xavfning tahlikasidan saqlab qolaman. Bobur xiyolni yig'ishtirib O'daychibekka qaradi. Darhol Shahruxiya qal'asiga Og'liqchibek mang'ay. Berib tog'amga salom berman. Og'liqchibek maxsus xon podshohlarning xabarini yetkazguchi bek debdi izohatda. Atsi Bobur barliq sarkarlarni elib Shahruxiya qal'asiga qarab yo'lga chiqdi. Jiyanining oldiga salomga kelayotganligidan xabar topgan Sulton Mahmud Xon Kanboy jangidagi ko'ngilsizliklarni unutib, qal'aning sirtidagi Haydarbog'ga Boburni kutib olish uchun alohida so'rin hozirlatdi. Assalomu alaykum. Ot yo'lliq tog'am janobi xon oliylarga, kamini jiyanlari behisob saltanat ulug'liqi va shoni shavkat tilash bilan billa davron sardorlarining beshi borar joyi bo'lmish muborak dargohlarga ulashqanimdan o'zimni ziyoda baxtiyor his qilaman. Bobur ana shunday hurmat tavozu bilan Sulton Mahmud Xonga 3 qitim yukindi. Uning yanida enisi Jahongir Mirza, amir sarkarlaridan Mevlana Xo'ja Abdulla Qozi, Hasan Yoqubbek, Uzun Hasan, Veys Lag'ari, Ali Do'st tog'aylar bor edi.
Sultan Mahmud Xan Baburning salomini ilib das o'rnidan turdi. Quchqini kangri ichib bag'riga bosdi. Peshonasidan tog'liq mehr bilan so'ydi. Ondan qo'lidan yetilab kelib, o'ng yonida o'tirg'izdi. Baburning chin yuragidan bildirgan samimiyati uning yuragidagi muzlab qolgan qarindoshlik mehrini eritib o'tgan edi. Mərhum Sultan Yunus Xan hayat vaqtida Sultan Mahmud Xan Baburga bakmi amraq edi. Xohi Toshkentda, xohi Andijonda ko'rishganida bo'lsin, ham sho'x, ham aqlliq bu jiyanini quchqidan tushirmaydi. Yenidan ayirmaydi. Bakmi kuyinatdi. Baburmo uning bakmi iskib ketgan edi. Har qitim ayrilar chig'ida yig'lab qarg'ish qiladi. Bo'yniga islib olib qo'yib bermaydi. Shu topda Sultan Mahmud Xonning ko'z oldiga o'sha manzara kelib olgan edi. O ko'rishmagili uzun bo'lgan jiyanining birdilla bo'y tortib yigit bo'lib qolganligini, katta sultonlarga, buyuk sarkarlarga xos salobitini ko'rib, ko'nglida qoyil bo'ldi. Kichik vaqtidagi sabiy qiliqlarini eslab, amroqlikqa hassilab qochdi. O'tgan yili qaynotasi Sultan Ahmad Mirzo bilan ittifoq tuzib, lashkar tortib kelib, Oqsuga hujum qilganidan esi kelib, xijil bo'ldi. Qisqasi, u tog'liq hurmatini qilib, oldiga salomga kelgan Boburga izzat bildirib, udan 3 kun dasturxon soldi. Onalar bilan ojisi Qutlug' Nigor xonimning ahvolini so'radi. Balaliq chog'larini eslashdi. Qonmay mundashdi. Kanboy jangida yengilib qilib qattiq azor yegan Sultan Mahmud Xan shu topda Boburning ko'rsatgan hurmat ehtiromidan tasalli topgan edi. Mushu 3 kunlik bazmi suhbatda Bobur tog'asi Sultan Mahmud Xondan ko'ra ommasi Malika Xubnigor xonimning kuyasi Mirza Muhammad Husayn ko'ragan meg'izliq gap so'zlari, sarkarlarga xos salobati, mardona xuy mijozi bilan bakrak yarab qolgan, uningga bo'lgan hurmatimi hassilab oshgan edi. Yana bir necha kun ortiqroq tursalar bo'lmamdi aziz inim, dedi Sultan Mahmud Xon ketishga ijozat so'ragan Boburdan ayrilishga ko'zi qiymay. Aslida yonlaridan ayrilmay xizmatlarda bo'lish muddaim bor edi, dedi Bobur tuvanchilik bilan. Ammo jannat makon otamning tuproq beshini tavob qilmaganimga birer yilcha bo'lay deb qapti. Shunga oqsiq berib otamning tuproq beshini yo'qlab elib, ondan bandisalar yo'li bilan Andijonga qaytaymikin deyman. Buzrukvar mo'minlarim bilan onamni yo'limga talmirib turyapti qachon. Alloh xolisa dargohlarini pat-pat ziyorat qilib, didor muloqotda bo'lib turaman. Vaqtlar yetsa Andijonga kelsizlar. Loyiqlarda bo'lmasmi, xizmatlarda bo'g'chiligimiz bor. Kichik vaqtimda otlarning oldiga mindirib tomosh qildirgan qishliqlar texchi o'zgargani yo'q. Bobur Muhammad Husayn ko'raganga qarab gapini davom qildi. Fursat tepib janobi ko'ragan tog'amdan lashkariy ilmda ko'proq ta'lim olg'um bor. Vaqti kelganda kamini inlardan ta'limlarini oymag'ayla. Ular nurg'un yaxshi tilak, esil va'dalar bilan xo'shlashdi. Endi sammi o'rtipiga qaytdi, dedi Sultan Mahmud Xon Muhammad Husayn ko'raganga qarab. Ilmo ko'p yillardan beri xizmatimda bo'lib, g'amimga sherik bo'lib kelding. Sening o'z oldingga zamining bo'lishi kerak. Toshkentga ulpan topshirman deb avorima bo'lma. To'plagan boz xarajatlaringni xazinangda saqla. Qanchalik sarvoz lashkar to'plasang ixtiyoringda bo'lsin. Lozim bo'lsa xabar berma. Sultan Mahmud Xonning tuyuqsiz qilgan bu gapidan Muhammad Husayn ko'ragan biroz tengirqidi. Bu nima deganing? Menda zerikib qolgansan yoki ko'nglingga tegadigan? Yo'q, adashim, hargiz bunday gap qilma. Rostdan desam seni yenimdan faqatla ayrig'im yo'q. Kanboyjangdagi mag'lubiyat buni to'liq isbotladi. Biroq sen degan egichimning kuyosi, shuni suyurganlik simining o'z oldinga hokimiyating bo'lishi kerak. Sultan Mahmud Xon haqiqatan kang qo'saqlik qilyapti. O'ri tepida kangri ham munbat viloyatga ega bo'lish amaliyotda o'ttirxil bir xonlik saltanatiga ega bo'lganlik bilan barobar edi. Aslida Mo'g'ul shaharni Mirzo Abubakirdan qaytirib olgan bo'lsak, o'sha otim rasmini o'zing qaytirib berib berarman degan o'yim bor edi.
Lekin bu ish hozirgacha amalga oshmadi. Elim yaxshi o'ri to'pini jasoratingga tayinib olding. Bu zaminga hukmdor bo'lishga haqliqsan. Mirza Muhammad Husayn Ko'raganning o'ri to'pidek katta viloyatga ega bo'lganligidan Mirza Ne'mat, Ahmadbek Talba, Sultan Junaydi Barlaslarning ichi odab ketdi. Shundaqdimi xonni o'ngchi ilkiga elish muddasining amalga oshganligini Muhammad Husayn Ko'ragandek cho'ng bir kushandidan qutulganligini o'ylab oz to'la tasalli topdi. Ko'nglining bir yerlari xushal bo'ldi. Ko'ragan janoblari qibligahimizning iltifotini hargiz rad qilmag'aylar. Dedi Mirza Ne'mat Pasha ishki tuyg'usini yo'shirishga tirishib. Saltanat ishlarining xotirjam bo'lolmayotganliklari bizga ayon. Xotirjam bo'lsizlar. Yo'qliklarini chamdirmaymiz. O'rtepa bilan Toshkentning orliqini yiroq deb ketgilimi bo'lmaydi. Pat-pat berib yaxshi maslahat, tadbirlarni berib tururlar. Shundaq, dedi Sultan Junaydi Barlas tilini chaynab. Yana texi sarkarda Muhammad Saybonxon janoblarimi bor? Kanbayjinidagi mag'lubiyat bir tasodifiylik. Buning hammasi Mirza Haydar Ko'kildashning ta'msizligi, oldiroqsonligidan bo'ldi. Aslida biz uning bu jangda turshavul bo'lishini loyiq ko'rmagan bo'lsak-mu, biroq adolat panohimizning farmonini yirishga petinolmay sukut qilgan edik. Taqdir qismat shundoq ekanmi deyman. Oxirida ol sho'rpeshani birodarimizdan ayrilib qoldik. Darhaq, dedi Ahmadbek Talba o'zini oqlashga bahona tepilganiga xush bo'lib. Hammasi ol Mirza Haydar Ko'kildashning farosatsizligi. U Sultan Mahmudxon qarab tavazzu bilan egildi. Bunchalik mag'lubiyatni deb janobi qibligahimizdan harmay islanmagan. Urush deganda yanglish bo'lib turdi. Navoda osh kundagi jangga adolat panohimiz bosh bo'lgan bo'lsa, bu chaqqa gap yo'q Samarqandni ilkimizga olgan bo'latdik. Hech qisi yo'q. Elimi kechikmaymiz. Samarqand taxti hamon adolat panohimizning ilkiga o'tadi. Aslida qibligahimiz hargizm urush mushaqqatini tortishga yaralgan emas. Jang mushaqqati degan biz sarkarlarning nasibisidir. Hozir xon oliylari amir lashkar janoblarini o'rtib viloyatiga noyib qildi. Undaq bo'lmaganda biz Ko'ragan janoblari hamdamda bo'lib, lashkar tortib berib, ul Boysungur Mirzaning taxti baxtining kulini ko'p so'rgan bo'ladi. Endi bu ishga Ko'ragan janoblarini soya qilsak ancha muvofiq emas. Chunki yangidan ilkiga olgan o'rtepa hokimiyatining ishlarini tartibga solish, mustahkamlash to'limi zarur. Dedi Mirza Ne'mat Pasha. Shundaqdimi posibonimizning dargohida Muhammad Saybonxondek tadbirli sarkarda ham bordir. U hozir Turkistonda qilg'il xizmat topolmay bekor turib qoldi. O'zim bir necha qatim o'rdaga qaytib kelish, xon oliylariga yanada turib xizmat qilish orzusini bildirgan edi. Navoda oliylari ma'qul ko'rsa, uni Turkistondan chaqirtib kelib, Samarqandga lashkar tortish ishini topshirayli. Safar jang mushaqqatini Muhammad Saybonxon tassa, qibligahimiz bu ishlarga ko'ngil upratmay, xotirjam holda saltanatning fayzini sursa, bu nima deganlari janoblari? Dedi Muhammad Husayn Ko'ragan qapqini turib. Bizdek sadoqatman navkarlar turgan yerda saltanatimizga taraf bo'lib kelib qolgan bir sarkardaga shuncha muhim ishni topshirsa qandoq bo'ladi? U Sulton Mahmudxonga qarab iltijo qildi. Navoda oliylari texsi Samarqand taxtida mehrini uzamagan bo'lsa, bu ishga kamina navkarning jini pida. Ko'ragan janoblari ko'nglimizga gapni qildi, dedi ishqog'isi Ahmadbek Talba salo qilib. Biroq Mirza Ne'mat Pasha janoblarimi ko'z oldimizga vaziyatni ko'zda tutib o'ylaganlarini da'vatidi. Demisimi Muhammad Saybonxon janoblari Turkistonda uzoq turib ketdi. Atrofimizga qozoq sultonlarining uning ustidan bergan arz shikoyatlarimi texcha to'xtamadi. Gerçi uning saltanatimizga xizmat qilganiga ancha uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo sadoqatmanlik bilan xizmat qilayotganligi pakat. Mavara unnahirga qarashli bo'lgan o'rtepa viloyati janoblarining jasorati bilan texi yangi tasarrufimizga kirdi. Bu viloyatga sizlardek tadbir,
farosat ham istidod egisining muvakkal bo'lib turmoqi to'liq zarur. Faqat silil o'rtupini idora qilishning uddasidan chiqa oladilar. Bu ish Samarqandga lashkar tortishdan muhimdir. Buning hammasi janobi posibonimizning shoni shavkati uchun, oliylarning saltanat taxtini Samarqandga tiklash uchun o'rtupi ilkimizda bo'lmasa, hargiz bo'lmaydi. Qandoq dedim oliylari? Kanboy jangida qattiq mag'lubiyatga uchragan Sulton Mahmudxon Samarqandni qo'liga olmasa, bu or-nomusni uyolmaydigandek tuyg'uga kelib qolgan edi. Shu topda uningga Mirza Muhammad Husayn ko'raganning gapidan ko'ra, o'sha xushomatchi amirlarning bergan maslahati bakrak yoqqan edi. "Bo'ldi, talashmanglar", dedi u qapqini turib. "O'rtupi ilkimizda bo'ladi ekan. Samarqand olqinimizdan qechib qutulolmaydi. Sen", dedi Muhammad Husayn ko'raganga qarab, "ortiqcha andishlar bo'lmay o'rtupi hokimiyatini mustahkamlashtirishga zehningni qarat. Samarqandning ishini bir taraf qilishga Muhammad Shaybonga mas'ul bo'lsin." Muhammad Husayn ko'ragan Sulton Mahmudxon bilan yolg'iz suhbatlashgan bo'lsa-edi, uning bu qaroriga qat'iy qarshi chiqqan bo'ladi. Ammo xonning yanida bir to'p amir sarkarlar bo'lganligi, yana kelib xonning Kanboy jangida qattiq yengilib, ko'ngli ozor yeganligi uchun yana tirkishib turishni loyiq ko'rmadi. Uning ustiga Sulton Mahmudxon qayta maslahatlashishga ozroqmi yo'chiq qoldirmay qaror qilib atgan edi. Xonning og'zidan chiqqan qaror albatta yorliq bilan barobar edi. Yorliqqa qarshi chiqishga hech kimning haddi emas edi. Shundoq qilib, Sulton Mahmudxon oqibatini o'ylashmayla Muhammad Shaybonixonni Samarqandga yurish qilg'uchi qo'shinning amir lashkarligiga tayinladi. Xonliqning lashkariy huquqining qarab turib Muhammad Shaybonixonning qo'liga o'tib ketayotganligini his qilgan Muhammad Husayn ko'raganning yuragi echishib ketdi. Shundaqdimi, amalsiz sukut qilishga majbur bo'ldi. Toshkentga qaytish safari Sulton Mahmudxonga ham azobliq, ham zerikishlik tuyg'u berib-atdi. Mirza Ne'mat Pasha qatorliq amirlar bilan paranglashishdan zerikkan edi. Kallasini turli xiyollar, aslimalar chulg'ib edi. To'laroq qarindoshlarini eslaydi. Yuragiga qarindoshlik o'ti tutashgandek qiladi. Jiyani Bobur Mirzaning ona boshqa inisi Jahongir Mirza bilan billa oldiga salomga kelishi, uning yiroq turpanda turayotgan inisi Sulton Ahmadxonga bo'lgan sig'inishini kuchaytirgan edi. U Bobur Mirza bilan Jahongir Mirzani ko'rgan daqiqadala inisi Sulton Ahmadxonni eslab qolgan, ular ijozat so'rab dadasining tuproq beshini yo'qlash uchun xo'slashib oqsig'i mangandan keyin bu tuyg'ular kallasdan neri bo'lmagan edi. Shu topda ot ustida ketayotgan Sulton Mahmudxon ko'rishmagili xeyli yillar bo'lgan enisini cheksiz seg'inish ilkida eslayotdi. Bobur Mirza jinida ona boshqa inisi bilan birga bo'lib, og'i inilik mehr bilan bir-biriga hamdam bo'lib yashab yetibdi. Sulton Ahmadxon bo'lsa, bir qo'saqdan to'ralgan bir amchakni tortishib emgan qarindosh. Uning bilan didorlashmag'ili shuncha yillar bo'ldi. Xon otamning vafotidan keyin dastlabki yiliga 3-4 marta xat yozgan bo'lsak, mana endi yiliga biror bochim maktub yozishmaydigan bo'lib qoldik. Garchi saltanat ishlaridan pat-pat ma'lumot yo'llab turgan bo'lsa-mu, shaxsiy maktub aloqa degan boshqa gap. Maktub degan yerim didor emasmi? Balkim u o'sha ma'lumotlarni yozib qolgandi. Lekin men bo'lsam maktub yozishim kerak edi. Shu chaqchi o'z qo'lim bilan biror boch maktub yozmabdiman. Yorliq, hukumat aloqalarini Mirza divondagi munshilar yozibdi. Buni qandoqmi qarindoshlar o'tirishga xat aloqa degil bo'lsin. Xon onalarimning meni bag'ri qattiq, qarindoshlik mehri kam deb ayblagan bekor emaskanda. Toshkentga beriblar, o'z qo'lim bilan maktub yozmaydigan, uni Toshkentga kelib bir necha vaqt yenimda turib ketishga taklif qilmaydigan bo'lsam. Shu topda u nemiz qilyotadikini. Bolalarimi cho'ng bo'lib qolganda balki.
Enisi Sultan Ahmadxon bilan o'tgan g'amsiz bolalik chog'larini ko'z oldiga keltirgan Sultan Mahmudxon cho'nqur xiyollar qo'yniga asir bo'ldi. Sultan Ahmadxonning Sayram vodisidagi kangri yoyloqqa joylashgan yozliq ko'chma ordisi yiroqdan to'limi haybatli ko'rinadi. Ordining atrofini xillangan bir tuman lashkarning qarorgohi uzukning ko'zdek o'rab muhofazat qilib turadi. Ordining dal o'ttirisiga cho'nliqi, hashamatlikligi boshqa chedirlardan alohida farqlanib turadigan shoh chediri joylashgan bo'lib, Bargohi Oliy deb ataladi. Bargohi Oliyning ustiga tiklangan ko'k rangli xon tug'i izg'irin yoz shamolida lapildaydi. Sultan Ahmadxonning ko'chma taxti bargohning to'rt tarafiga joylashgan edi. Bargohi Oliyning atrofini xonning 1000 nafar xos navkari kech-kunduz muhofazat qiladi. Tuvan darajalik mahramlar, mulozim xizmatkorlar bu yerga xohlagancha yaqinlashamaydi. Bargohning atrofidan bir chaqirim doira bo'shliq edi. Uning sirtida xonish, banu, to'qallarning, xonzoda malikalarning xos chedirlari, shundaqla og'vat, kenizak, mulozimlarning kichik-kichik chedirlari joylashgan edi. Bu chedirlarning atrofida har 4 qadamda birdan lashkar jisakchilik qiladi. Bu chedirlarning sirtimi yana bir chaqirim doirada bo'sh qoldirilgan bo'lib, uning sirtiga cho'ng-kichik amir sarkarlarning chedir turalg'ulari joylashgan edi. Uning sirtiga lashkarlarning qarorgohlari o'rinlashtirilgan bo'lib, lashkarlar har kuni turli jangbozlik mahoratlarini mashq qiladi. Ularning intizomi intayin ching bo'lib, onchkim savalliklarga qattiq jazo beriladi. Ayni yili yangi taxtga o'tirib, tuzuk ehtiyot tadbiri ko'mayla Lamjin tarafga o'g'i chiqqanda, qo'sqida g'umsaqlab yurgan Mirzali Jo'ras qatorliq bir qism amirlarning suiqasdiga uchrab, jinidan ayrilg'il tas qolgan Sulton Ahmadxon bu ochiq saboqni esida ching saqlab, har qitim sirtqa chiqsa, mushundaq ehtiyot tadbirlarini ko'radigan bo'lib qolgan edi. Bu qitim yozni Sayram vodisida o'tkazish uchun barliq xonish og'achilarini, xonzoda malikalarini, amir baglarni oila tavobatlari bilan birga ep chiqqashqa, vaqtliq yasatgan bu ko'chma ordisini texnik qattiq muhofazat qilishni buyurgan edi. Bir necha yildan beri qoluvchi va orlat baglarining isyonini besiqtirish, saltanat ishlarini tartibga solib mustahkamlash, Oraturk Boriskelga bostirib kirgan Mo'ng'ullarga jazo yurish qilish, pat-pat kuchar ushlarga lashkar avatib, bu yurtlarni parokanda qilib turayotgan Mirza Obobekning tahlikasiga zarba berish qatorliq bir talay ishlar bilan tuzuk orom olmagan Sulton Ahmadxon bu yil o'z tasarrufining xeyli tinchib qolganligini nazarga olib, amir sarkarlarini obdanroq orom oldirish maqsadida ordisini Sayram vodisiga ko'chirib kelgan edi. Şu günlerde Sultan Ahmadxon bu tarafi Beshbaliq, o tarafi Ilibaliq, Olmaliqdan salomga kelgan amir bag'lari bilan gohi kunlari sharob ichib bazmi qursa, gohi kunlari o tomoshasi qilib shikor payzini suratdi. U xeyli yillardan beri oz to'la orom topsa, Ortbaliqqa bir qitim chiqqanini hisob qilmaganda, ko'pincha Turpan shahrining atrofidagi bog'larda bazmi qurib, sayr qilib, ichkari haramlarda ko'ngli qilib yurgan edi. Haramdan chiqmay dimiqti bo'lib ketgan xonish og'chilar bo'lsa, tabiatning avoliq, go'zal bu manzarasidan huzur elishib, qimiz qaymoq atgan joylarni ishkash sayr qilishadi. Hammadan baxushal bo'lg'ini yanala bolalar edi. Ortbaliq degani hozirgi Urumchi shahri atrofi debdi izohatda. Sultan Ahmadxon cho'ng xonzodasi Mansurxonni o'zining o'rnida saltanat ishlarini boshqarib turishga Turpanda qoldirib qo'ygan bo'lg'achqa, bolalarning yoyloqdagi o'yin tomoshalariga ikkinchi xonzodasi Saidxon boshchilik qilib o'tdi. Qizlar yana onalarining atrofidan yer bormay o'yin o'ynaydi. O'g'illar dastlabda otalariga ergishib u tomoshasini ko'rgan bo'lsa, keyin asta-asta bek atganlar bilan ayrim o'yin, shikor tashkillab ko'ngil ochadigan bo'lishgan edi. Turpan vodisiga selishtirganda yorish dalasida bahor kechikib boshlanadi. Yorish dalasi degani Jo'ng'ar dalasi.
debdi izohatdi. Köklen fasli bilan asta-asta yasnışqa başlagan Talki tağları, sayran boyları yoz fasli kelishi bilan shundoq go'zallashib ketadiki, hamma yer rangarang dala gullaridan poyandoz sag'andek bir tilsim tusga Köklen fasli bilan asta-asta yasnışqa başlagan Talki tağları, sayran boyları yoz fasli kelishi bilan shundoq go'zallashib ketadiki, hamma yer rangarang dala gullaridan poyandoz sag'andek bir tilsim tusga kirib ko'zlarni qamashtirdi. Nozik barglarida shabnam yaltirab turgan bu gul poyandozga dassashga ko'zi qiymay qoladi kishining. Turpan vodisida ko'klam bilan tang etiz qirlarda muqam kuylari yangrasa, yorish talasida tumanligan nag'machi qushlar qatorida bulbulning ovozi o'zgacha jaranglaydi. Turpan vodisi bu faslda suvga, yomg'irga tashna. Ammo yorish talasida bo'lsa, sho'x tog' suvlari, ko'ychi buloqlar shildirlab eqib turdi. Shu kunlarda turpan o't otash chashgohdan peshingacha tolog'i chiqish mumkin emas. Topsiga tuxum ko'msi pishadi. Go'sht kabob bo'lib qoladi. Ammo sayran boylarida kunda necha vaqt ko'zni yumib ochqicha yig'ib to'xtaydigan yomg'irlar o'ppida ichilgan dala gullarining bargi yo'pirmoqlarini yo'yib, g'urg'ur askan mayin shamollari orcha, qarg'ay va gul hidlarini dimoqlarga urib rohat bag'ishlaydi. Ashu qisqili yig'ib to'xtagan yomg'irdan keyingi dala gullari oppoq bulutlar kaynidan o'zini ko'rsatgan quyosh nurida o'zgacha jilo bilan yaqinlik naslanadi. Xuddi rasili bo'lgan qizlarning jon olg'uchi qiyo beqishlaridek. Bugun Xonzoda Saidxon enilari Sulton Bobojoxxon, Shayx Muhammad Sulton, Halil Sulton va o'zi bilan taqdimatlik bir to'p Amirzoda Begzodlarni ergashtirib shikarga chiqqan edi. Cho'ng 14-15 yosh, kichiki 9-10 yoshlardagi bu bolalarning hammasining yonlarida abjil so'qilgan qilich nayzlari bor edi. Otlarning xonjug'ularida biror taldan yov to'shqan yoki yov o'rdak pulanglab turardi. Bu ularning atgandan beri ming bir mushaqqat o'g'ilgan o'v g'animatlari edi. Ular bir to'pilikning yon bag'rida otlardan tushishdi-da, o'zlarini yop-yeshil chimanlikka tashlashdi. Ular atgandan beri o'v tomoshasida chepib yurib, obdonla yerib qilishgan edi. Eg'iz durqi ilib etilgan otlar bahramon o'tlashga kirishdi. Balalar nega chapsa orqasidan tang agishib kelgan beg atga mulozimlar otlarga g'onjig'ilib olgan xurjindagi pishiq go'sht, qirg'avul, qo'zi kavupi, bo'g'irsoq, qatlama, qurtlarni ilib dasturxon hozirlashdi. Saidxon qo'zining go'shtidan bir parcha ilib cho'ng-cho'ng tishlab yeyishga boshladi. Horg'inlik va ochliqdan aytavur ishtiho bilan g'izallanayotgan balalarning hech qaysisiga gap qilish xushyoqmayotgandek qilibdi. Sizlar dasturxon kelinglar, dedi Saidxon bir chetda qo'l bog'lab turgan mulozim yigitlarga qarab. Avval har qaysilar g'izalni berishsizlar, dedi bosh mulozim yigit. Avval degani avval degan gap turpan shivisi. Kelinglar birga yeyli, tang yegan tangisinlar debdikan. Ha, qarab turmay kelinglar. Mulozimlarning qo'shiq ochgan edi. Ular ortiqcha tirajab turolmay dasturxonning bir bo'longa kelib o'ltirishdi. Non bilan qurutdan boshqa yemakliklar birdamda pak-pakiz yeyilib bo'ldi. Xonzoda Amirzodlarimiz to'ymagan bo'lsa, o g'animatlarni kavob qilib beraylik, dedi bosh mulozim. To'ydi, deyishdi balalar qo'llaridagi moy yo'qlarini ipak ro'mollarga surtishib. Kun peshindan oshgan edi. Saidxon top-top oppoq bulutlar orasida eli ko'rinib, eli g'oyib bo'lib, xuddi o'sha cheksiz ham sirliq osmon gumbizining yig'ona arkisidek mo'kishmak o'ynayotgan quyoshga erishmanlik bilan qarab qo'ydi. Endi qaytib ketamdi Xonzoda. Tig'i boldirg'u, dedi o'ngda sig'iyotgan Saidxon quyoshdan ko'zini uzmay. Nimaga oldiraymiz? Yana birdam orom olaydi. Yoki bo'lmasa biror o'yin o'ynamdik ya. O'yin o'ynashning gapini anglagan bolalar cho'qirashdi. Shundoq qilaylik. Qaysi o'yinni o'ynaymiz?
kelişamdık ya. Seyitxonning bek atkasi bolalarning kayfini buzmaslik uchun jim bo'ldi. "O yerdagi qo'ram toshni ko'rdinglarmi?" dedi Seyitxon yuzini qadam yiroqlikdagi cho'qchiyib turgan toshni ko'zitib turib. "O'sha qo'ramning ustiga loy pomzak yasab komandozlik mahorat ko'rsatayli. Kimning otgan o'qi dil tegmasa, shu biror qiziqchilik qilib bersin. She'r nazm o'qisimi, masal latifa aytib bersimi va yoki boshqa mahorat ko'rsatsimi mayli." Bu taklifni bolalar qizg'inlik bilan qo'llashdi. Ular buloq bo'yidagi chimlarni qo'mirib, qo'l-qo'lcha loy pishirishdi-da, birdamdala qo'ramtoshning ustiga odam beshidek cho'nliqda pomzak yasashdi. Ondan o'xyalarini elib taq bo'lishdi. "Amisi boshildiq", dedi Seyitxon. "O'g'il, men mahorat ko'rsatay." Seyitxonning o'xya etish mahorati xeyli yuqori edi. Shunga u karomatini ko'rsatishga oldirab qolgan edi. U o'ziga ishongan holda sakrabli itiga mindi-da, otning beshini kayniga burdi. Xeyli yiroqlab ketgandan keyin otni devitib ushqandek chaptirdi. Ondan qo'liga yoni elib kirichiga o'qni soldi. Ot qo'ramtoshning uduliga kelganda pomzakni nishonga oldi. U o'qni qo'yib o'tay deb turishiga tomosha ko'rib turgan bolalarning orasidagi bo'ybasti yosh qo'rami Seyitxondan ancha farqlanmaydigan bir amirzoda bor ovoz bilan suran silib otni urkitib etdi. Seyitxonning otgan o'qi qiyib ketib nishonga tegmadi. "Tekkizamidi" deb cho'qirashdi bolalar. Iliq amirzoda bo'lsa qoqoqlab kulib ketdi. U Seyitxonning xonlik madrasadagi savoddishi ham yaqin do'sti edi. "Bu hisob emas", dedi Seyitxon terikkan holda. "Tohirbek etimni qasdan urkitib etdi. Bo'lmasa o'qim zoya ketmaydi. Boshqadan otaman." "Yangilganlarga tambaslar xonzoda", dedi Tohirbek xirildab kulib. "Bu degan o'yin, rasmiy mahorat ko'rsatish o'rin emas. Sizning marganliklarini kim bilmaydi? O'shunda qilmasam o'qlarni qandoq qo'ydirib etkili bo'lsin. Qani shartlashganimiz bo'yicha biror tomosha ko'rsatib bersizlar." "Chidmas", Seyitxon do'stining maqsadini tushunib xirildab kulib etdi. "Kaminlar chidmas bo'lgan bilan sil mardqo, qani marhamat qilsizlar." "Yangilganliklariga tambaslar og'a", dedi Bobochiq Sultonmi Tohirbekka bo'lishib. "Odamni tanlikda qo'yishga ustajim bo'lsan, ko'rsatgan do'st qiymatingga tashakkur", dedi Seyitxon biror mahorat ko'rsatib bermay ulardan qutlanmaydiganligini his qilib. "Bo'pti, undaq bo'lsa sizlarga yaqinda yodlab olgan bir nazmni o'qib beray." U gelini qirib qo'yib, vazmin ohangda she'r o'qishga boshladi. "Tangri ne'matlaridan a'losi idrok, aqlni madhiyalar kimki dili pok, aql yo'l ko'rsatib dilni qilur shod, har ikki olamda aqlliq obod. Aql tirik jonki bilmaydi zavol, aql turmushga oson buni yodlab ol. Aqldan g'amkinlik, shodlik, o'ktamlik, oqildan borliq va yo'qlik, kamlik. Gar kishi ish qilsa beaql idrok, qilmishidan bo'ladi yurak bag'ri choq." Bu Obulqosim Firdavsning she'ri debdi izohatda. Seyitxon she'rini o'qib bo'lish hamon bolalar kelishib olgandekla cho'qirashdi. "Yana birini bo'ldimdi", dedi Seyitxon ularning talbiga qo'shilmay. "Boy o'yin qoidasini shartlashganda bir qitim qiziqchilik qildi deyishgan." "O'g'il shundoq og'a, lekin nazmlar bek qisqa bo'lib qoldi", dedi Xonzoda Abdulxelilxon erkilab. "Sizlar chidamaslik qilsizlar, navbat kelganda bizmi chidamaymiz?" "Mao ko'kamilikni ko'ring", dedi Seyitxon inisini erkiltib. "Chidamaslikni boshqalar qilsa, ya'ni meni chidamaslik qilding deyishdi ya." "Inalarning lavzi yerda qolmasin Xonzoda", dedi Tohirbek. "Yana bir parcha she'r yodlab bersizlar, tillar uprab ketmas." "Bu buyruqmi yoki iltimosmi?" "Buyruq qilishga haddimiz emas, albatta iltimos." "Iltimos bo'lsa chiroyliqcha o'tinmamsan adosh. Nima deganing o tillar uprab ketmas deb?" Tohirbek Seyitxonni teriktiradiganiga xush bo'lib kuldi. "Qandoq qilmiz endi, shundoq deb ko'nib qoptimiz. Sizlar noziklik qilmisizlar." "Bo'pti demisa, oxirgi bir qitim-a?"
dedi Saidxon. Balalar alqış yangratdi. Barakallah, iltifat qildilar. Saidxon bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin o'qishni boshladi. Yerimiz, suyimiz, farzandimiz deb, xotun balachaqa dilbandimiz deb, birmi-bir jinimiz qilimiz pido, vatanni dushmanga bermaymiz aslo. Bu Obulqosim Firdavsning she'ri deb izohatda. Yana bir qitim o'qib beray. Yerimiz, suyimiz, farzandimiz deb, xotun balachaqa dilbandimiz deb, birmi-bir jinimiz qilimiz pido, vatanni dushmanga bermaymiz aslo. Uning jarangliq ovozidan tog'u toshlar aks sado qaytirdi. Shu topda Yorish vodisidagi har bir tupgulgiya, hayvatlik tog'lar, tog' bag'ridagi son-sanoqsiz qarg'ay, ortizorliqlar uning bu yurak sadosini takrorlayotgandek tuyg'u beradi. O'yin yana davomlashdi. Kimga qarg'a etishni o'tkazsa, bolalar Tohirbekni do'rab, har xil ovoz harakatlar bilan shuning etini urkitib, otgan o'qini nishonga tekkizmaslikka tirishadi. Xonzoda Abduxalilxonning o'qi qiyib ketib edi, bolalar uni naqsh etqizdi. Odatda mu bir necha xil sozni xeyli boyga yetkazib chalalaydigan bu xonzodani ular uda ikki naqsh etqizdi. Uning bolalar xos zil, ammo yiqimliq ovozi dalini chang keltiribdi. Xonzoda Bobochaq Sultonning o'qi qiyib ketib edi, Nozirgul usuli o'ynab berdi. Uning sho'x ham hajviy harakatlari do'stlarini kuldirib, teliqtiribdi. Tohirbek o'rda qiziqchisini do'rab, latifa so'zlab berdi. Uning latifaga moslashtirib qilgan harakatlaridan do'stlari teliqib qolishdi. Ular o'yinga qonidigandek emas edi. Endi rasmiy mahorat sinishimiz, daxl qilmanglar, dedi o'xya etish xumori besilmagan Saidxon. Bo'ladi, shundoq qilaylik, deyishdi do'stlari. Hammalar bir chetga o'tib jim turishdi. Saidxon etini choptirib kelib, nishonning udaliga kelganda, yoning kirichini tortib turib, o'qni qo'yibdi. Vijildab ushgan o'q dal pomzakkili tegdi. Boshqalar mahorat ko'rsatishga boshladi. Birinchi qitim muvaffaqiyatli tekkizolmaganlar ikkinchi qitim otadi. Ularning o'xya etish mahorati xeyli yuqori edi. Endi chelish baqsa qandoq deysizlar? Xonzoda Bobochaq Sultonning bu taklifiga hammalar qo'shildi. Bo'y basti, yosh qo'rami tanglar so'ringa tushib chelishdi. Saidxon Tohirbek bilan chelishib, uda 3 qitim yengib oldi. Sen qasdan yengilib berding, dedi Saidxon do'stini ayblab. Meni ko'zingga ilmayyotamsan yoki o'yayotamsan? Tohirbek uning qulqiga asta pichirladi. Yengilib qolsa enalarning oldida sat turdi Xonzoda. Saidxon qoyil bo'lmadi. Qo'y undaq gapingni. Ular sizni ajoyib kuchtingir bahodir deb biladi. Nədimi faqatli yengilmaydigan odam bo'lsin, Tangridan boshqasi yengiladi. Kel, qayta chelishimiz. Yana yo'l qo'ysan xafa bo'lib qolma. Tohirbek ilojsiz Saidxon bilan yana so'ringa tushdi. Ular bir hazo tirkishibmi bir-birini yiqitolmadi. Har ikkilisi chiliq-chiliq tarlab ketgan edi. Endi bo'ldi qilishsizlar, dedi Saidxon mabag atkasi ularni ajratib etib. Saidxon qoyillik bilan Tohirbekning do'lisiga shaplaqladi. Ma'ishning joyida bo'ldi adash. Yo'l qo'yishningmi, yuz avaylashning o'rni bor. Amon bir kuni yeningni yaga tekkizmay qo'ymayman. Vaqti kelganda ko'ramiz. Men sizning dumillarni yaga tekkizam deman texi. Ikkilan chelish baqayli, dedi Saidxon 20 yoshlar chamisidagi navkari yigitga. Bunda qilsak bo'lmasmikin Xonzodam? Xonzodaning kutmagan taklifidan huduqib ketgan navkar yigit duduqlig'icha kayniga dojidi. Bo'lmaydigan nemisi bor? Kelsizlar bir bel tutishib beraylik, dedi Saidxon. Yonmay. Boshqalarmi cho'qrashqancha navkar yigitni so'ringa tushishga undadi. Kelishqonga hech nima bo'lmaydi, qin maydonga tushdilar. Xonzodakan deb 100 xotir qilsalar hisob emas. 100 xotir qilmislar zodi.
Oyunning qiziqi endi chiqadigan bo'ldi. Saidxon nökər yigitning hargiz tangdishi emas edi. Ular bel tutashmayla. Nökər yigit Saidxonni lekkit ko'tardi-da, beshidan egiz qilib chiqib piqiratgandan keyin yana shaqqida yerga dasitib qo'ydi. Xonzodani piqiratgunicha yerga tashlaydigan bo'ldi deb turishgan bolalar bu natijadan ancha puxodan chiqmadi. Haqiqatan pahlavon ekanlar, dedi Saidxon nökər yigitga qoyil bo'lib. Ziyoda maqtavatdilar xonzodam. Sizlar kaminlardan xeyli kichik tursizlar, dedi nökər yigit. Ağinlar çelişti yengilganlarni jazolamdiq, so'radi Tohirbek. Bolalar tangli cho'qirashdi. Albatta jazolaymiz, amiz xonzodan qanday jazolasak bo'lar? Pisloynab bersin, mulla qolsin. Saidxon do'stlarining qizg'in kayfiyatiga suv sepmaslik uchun eg'iz ochdi. Bo'ldi, jazoni qabul qildim. Sizlarga ustoz Shayx Said Shiroz hazratlarining texnik yaqinda o'qib tamomlagan Bo'ston nomli kitobini yodlab olgan bir parcha tanbehni o'qib beray. Agah bo'lg'in jahon o'zi bir nafas, olimlarning har bir nafsi bir jahon. Jahon qoldi katta shohi Iskandar, bo'lsumigar jahon uzra hukmron. Bir nafasga beray dedi bir olim, murod topmay oxir yana yo'l oldi. Akkinini urib ketdi har bir jon, xohi yaxshi, xohi yomon ot qoldi. Bol bo'stonda gullar bo'lur mushxil, do'stlar anga gul teriydi yilma-yil. Seyruqush oxirlashaman bolalar yana cho'qirashdi. Yana birini bo'ldi qilinglar, qolg'in yana bir martamga nesi qolsin. Yakpay bo'lib qoldi, dedi Tohirbek do'stini yana nazm o'qitgisi kelib. Boy bizni qo'shib qolgan edilar, endi o'zlarini qo'shilib qaytirsizlar. Bir haqiqatim yakpay bo'lib qolar. To'liq qutratqulıq qilma adash. Seningli qalbing tugmaydi zodi. Boshqalarni Tohirbekka bo'lishdi. Yakpay bo'lib qolmasin zodi. Qani marhamat qilsizlar. Nazm o'qib bermay qutlanmaydiganligini his qilgan Saidxon yana kelini qirdi. Tirishib o'qisang bilimdan sen, magar amal qilmasang nodon sen. Ustiga kitob ortilgan eshak, na olim va na nodondur beshak. Uningsiz nadin topudi xabar, ustida o'tunmi yo kitob daftar. Bu Said Shirozning she'ri debdi izohat. Saidxon nazmini o'qib bo'lib ko'kka qaradi. Quyosh tog' cho'qqisiga qo'nay deb qolgan edi. U o'yin bilan bo'lib ketib, vaqtning xeyli kech bo'lib qolganligini his qildi. Bo'ldi og'inlar, o'yinimiz mushaygacha bo'lsin. Endi qaytmasak, otlarimizni asirtib qo'yamiz. Bolalar das o'rinlaridan turishib, otlarga minishdi. Ushqur eli otlari bir to'pilikdan eshibla g'oyib bo'ldi. Turpan, kuz fasli. Yeshining cho'ngiyishi, bo'yining o'sishiga ergishib ajdodlarining saltanat, yurtlarchilik ishlarini xeyli obdan bilishga boshlagan Saidxonning qiziqishlari, armonlari ko'p edi. Eng cho'ng armoni ota-bobolarga o'xshash nurg'un lashkarlarga sarkarda bo'lib, ota dushmanlari bilan jang qilish edi. U har qachon dushman yov degan so'zni esiga olsa, kollasida chaqmoq tezligida Mirzo Abubakri degan ism zohir bo'ladi. Gerçi u shu yeshigacha Mirzo Abubakrini ko'rib boqmagan bo'lsa-mu, uni munofiq, nomard, suiqasdchi siyoqida tasavvur qiladi. Chunki u dadasi Sulton Ahmadxondan, ustozi Oyazbek Qushchidan Mirzo Abubakirning saltanatga osiylik qilib, buningdan nurg'un yillar ilgari marhum bo'lsa Sulton Yunusxondan Mo'g'ul vodisini tortib olganligini, hozirmi taxt saltanatini tortib olish uchun dushmanlik qasdini davomlashtirayotganligini anglagan edi. Shuningdek, buzrukvar bo'lsa bir necha qitim lashkar tortib berib, qaytirib olishga muvaffaq bo'lmagan oshu zaminni Oqsu, Qashqar, Yorkent, Xotandan iborat katta shaharlarni qaytirib olish orzusi yuragining qat qitiga o'rnab ketgan edi. Shu sababdan lashkariy ilm, jangbozlik mahoratini alohida ko'ngil qo'yib o'rgandi. Dadasi Sulton Ahmadxon, ustozi Oyazbek Qushchi qatorliq alam va qalamda tan kamolatga yetgan sarkarlarning qattiq talab qo'yishi, o'zining jafoliq mashq qilishi natijasida turli jang qurollarini ishlatishni puxta egiladi.
Bo'libmi qilishvozlik, marganlikda ne'matliklari orasida tangdish yo'q edi. Lashkariy ilmdan boshqa ilmlarga alohida ishtiyoqi bor edi. Arab, Fors tilini xuddi ona tili bo'lgan turkiy tilidek bemalol so'zlaydi. Yozgan husn xatlari xil-xil xattatlarni qoyil qiladi. She'r nazm yozishga alohida havasi bor edi. Zamonasining donliq shoirlaridan biri, Turpandagi xonlik madrasaning muddarrisi Oyazbek Qushchi uning yozgan she'rlarini pat-pat ko'rib fikr berib turadi. Talabni qattiq qo'yadi, qilchilik yuz xatir qilmaydi. Sayran bo'yidagi yozliq barobatdan dodasiga ergishib qaytib kelgan Saidxon shu kunlarda xonlik madrasada borliq zehni bilan o'qiyotdi. O'tqashda kelamlarning ustiga ta'tillar ko'rpilak silingan, tom to'rislari turli naqshlar bilan bezalgan hashamatlik darsxonada yosh qo'rami 5-6 yosh farq qiladigan 30 necha o'smir o'ltiribdi. Her birinin aldıdan birden kichik shira, shiraning yanada biridan rehilning ustida birdan kitob bor edi. Bu taliblarning orasida Sulton Ahmadxonning Saidxon qatorli xonzodalari bor edi. Texi ustozi dars kirmagachkimi, taliblarning ba'zilari kitob o'qiyotdi, ba'zilari putlarini ixtiyoriy sunib, ham savoqlari bilan paranglashayotdi. Shu asnoda darsxonaga avval Oyazbek Qushchi, uningga so'ngtishiblar Sulton Ahmadxon bilan bir qism o'rda amirlari va mudarrislar kirib keldi. Sulton Ahmadxon pat-pat xonlik madrasaga kelib, olim mudarrislar bilan suhbatda bo'ladi. Ularning turli ilmlar haqidagi munozaralarni anglaydi. Bir qism saltanat ishlarini ularning maslahatiga soladi. Vaqti yorbasa taliblarning o'qish ahvolini ko'zdan kechiradi. Odatda cho'ng yoshdagi taliblarning qishiga ko'proq kiradi. O'smir taliblarning ancha yo'qlab ketmaydi. Shunga o'smir taliblar uni ko'rib biroz tamtirab qilishdi va dars o'rinlaridan turib qo'l bog'lashgunicha salom berishdi. Assalomu alaykum xon oliylari. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Xo'sh, joy ilishchilar. Ular taliblarga o'ltirishga ijozat bergandan keyin Oyazbek Qushchi to'rt tarafdagi pakar shira qo'yilgan mihrobda Sulton Ahmadxon bilan boshqa amir mudarrislar uning yanida o'ltirishdi. Shu hamon darsxonaning ishini chivin usti anglangudek timtasliq qopladi. Oyazbek Qushchi taliblarga bir qo'r taksir nazar tashlagandan keyin kelini qirib qo'yib, vazmin ohangda so'z boshladi. Tönügün kelgüsünün muhterem allomalariga xon podshohlikning amirbeglikning shartlari borasida so'zlagan hamda ul shartlarni yodlab olish haqida topshiriq bergan edik. Xo'sh, qani ul topshiriqning adosi qandoq bo'ldi ekan? Qaysilari yodlab berishila? Borasida degani xususida to'g'riliq degan gapkan. Taliblar Sulton Ahmadxondan tortinib qoldimi yoki topshiriqni yodlab bo'lamadimi? Aytavr sukut qilib jim turib olishdi. To'liq yodlab berish shart emas. Qanchalik yodlab bo'lgan bo'lsalar shunchalik deb bersanglar bo'ladi. Dedi Oyazbek Qushchi taliblarni rag'batlantirib. Taliblarning orasidan yuraklikroq bir nechasi qo'l ko'tardi. Bularning orasida Saidxon bor edi. Xonzoda Saidxon, dedi Oyazbek Qushchi. Labbay ustozim, dedi Saidxon o'rnidan dast turib. Qani o'g'il o'zlading kelsin. Saidxon beshini tavazu bilan egib turib javob berishga boshladi. Agar biror kishiga Xudoy taoloning bandalarining ustida hukm yurgizish nasib bo'lib, saltanat taxtida barqaror bo'lsa yoki hokimlik martabasiga noil bo'lsa, shuni bilsinki, podshohlikning shartlari bordir. Toki shul shartlar bajo keltirilmaguncha mamlakatida saltanat ishlari tartibga tushmaydi. Podshohlarning al-ra'yatda podshohlik haqqi bo'lganiga o'xshash, al-ra'yatning ul podshohlarda puhrolik haqqi bo'ladi. Podshohlar toki puhrolarning o'sha haqqini ado qilmaguncha saltanati rivoj topmaydi. El yurti osoyishlikka yuzlanmaydi. Shundaqla oxirat azobidan nijotlik topolmaydi. Bu shartlar tuvandagi 10 turlikdir. Birinchi shart chunki har qanday ishda birov ustidan hukm chiqarmoqchi bo'lsa, oldi bilan o'zini bir puhro deb tasavvur qilib, yana birovni o'ziga hokim deb tasavvur qilsin. Masalan, chiqargan har qanday hukmini o'ziga ravo ko'rmasa,
undaq hükümni puhralar haqqiga ravo ko'rmasin. Ikkinchi shart shuki, avam ra'iyatning hojatini ravo qilishni har qanday ibodatdan afzal bilsin. Üçüncü shart shuki, nafsini lazzatli taomlarni yeyishga, nafis va qimmatbaho kiyimlarni kiyishga odatlantirmasin. To'rtinchi shart shuki, hukm va so'roq vaqtida xaloyiqqa siliq, muloyim, murassamadora va marhamat bilan so'zlasin. Sababsiz va zo'riyatsiz qattiq yirik gap qilmasin. Dod etqichilarning arz shikoyatlarining to'laliqidan, so'zning uzunligidan malol bo'lmasin. Ojizlar, miskinlar bilan so'zlashni numus bilmasin. 5-chi shart shuki, yaqin yo'ruq, urug' tuqqanlarning ko'nglini izlab hukmga suslik qilmasin. Yuz xatir qilmasin. Shariatga xiloflik qilmasin. G'arazsiz va moyilliksiz hukm chiqarsin. 6-chi shart shuki, hokimiyatning xiyim xatarini bilmay yurmasin. Mamlakatni idora qilishda g'ofil bo'lmasin. Mangulik saodat va abadiy yaxshi nom atab qoldirishga tirishsin. Aytilishicha, bir odil hukmdorning bir kunlik adolati jami maxluqotning ibodatiga barobardir. Shunga bu ulug' saodat uchun qalbiga har qachon adolatni jo qilsin. 7-chi shart shuki, tasarrufidagi olim, fozil, donishmandlar bilan do'st bo'lsin va har qachon ularning suhbatiga daxil bo'lsin. Chunki yulduzlar osmonning zinnati bo'lsa, olimlar zaminning zinnatidir. Ammo diyonatsiz olimlarning suhbatidan o'zini tassin. 8-chi shart shuki, o'zini to'liq ulug'vor tutib bilib, xaloyiqni o'ziga ko'ngilsiz qilmasin. Kibr, tamanna, akavurlik, cho'ngchilikdan saqlansin. Balkim adolat, ihson, xushfe'llik, kamtarlik va mehr shafqat bilan ojizlarni, ra'iyatni o'ziga do'st va moyil qilsin. 9-chi shart shuki, to'ng'iz sifatli zolim kishilarni amr-baglikka tayinlab, ra'iyatga bosh qilmasin. Qo'l ostidagi mansabdorlarning birardan zulm va xiyonat sodir bo'lsa, uning shunday siyosat va jazo qo'llansinki, buningdan boshqalar ibrat olsin. 10-chi shart bo'lsa, aql va farosatdir. Hukmdor uchun zarur narsa shuki, vaqa hadislarga cho'nqur o'ylanish bilan nazar solsin va har ishning haqiqatini aql farosat bilan aniq ayirsin. Barakalloh, dedi Saidxonning javobini rozi bo'lgan Mavlona Oyazbek Qushchi mamnun bo'lgan holda. Xo'sh, o'ltirsizlar. Shu topda Oyazbek Qushchiga o'xshash hayajonlangan Sulton Ahmadxon o'g'liga faxrlanish tuyg'usida mehr bilan qarab qo'ydi. Bugun kelgusining muhtaram allomilari, yaxshi va yomon xulqlar haqida saboq anglaysizlar. Dedi Oyazbek Qushchi so'zlamoqchi bo'lgan saboqning mazmunini jakarlab. Xapshuk, hammalarining quloqlari va zehni og'zimda bo'lsin. Axloq insonlarni yaxshilikka chaqirg'uchi, yomonlikdan qaytarg'uchi bir ilmdir. Xulqlarning yaxshi va yomonligini dalil va misollar bilan bayon qiladigan kitob Axloq ilmi deyiladi. Axloq ilmini o'qib, bilib amal qilgan kishilar o'zining kim ekanligini, yer yuzida nima ish qilmoq bo'lib yashayotganligini bilar. Bir kishi o'zini tushunmasa, ilmni, ilm ahlini, yaxshi kishilarni, yaxshi narsalarni bilmagay. O'z aybini bilib, uni tuzatmakka astoydil kirishgan kishi chin bahodir, pahlavon kishidir. Axloq ilmining asosi tarbiya bo'lganlikdan shul boisda biroz so'zlaymiz. Farzandning tan sog'ligi va saodati uchun yaxshi tarbiya qilish, uning tenini pok tutmoq, yosh vaqtidan boshlab yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o'stirmakdir. Axloqimiz binosining go'zal va chiroyli ham mustahkam bo'lishiga tarbiyaning zo'r ta'siri bordir. İnsanlar katta sharaf, yuksak martabani axloq tarbiyasi orqali olur. Axloq tarbiyasi yaxshi xulqlarni yetildirishning asosidir. Bir bölükini o'z nafsimizga, yana bir bölükini bir-birimizga ishlatmakka kerakli bo'lgan ul yaxshi xulqlar, aql egisi bo'lish, diyonatlik bo'lish, pokiz bo'lish, g'ayratlik bo'lish,
muloyim vijdonli bo'lish, vatanni, avom ra'yatni so'ymak, haqqoniyatchi, hayolik, sadoqatlik, muhabbatlik va apuchan bo'lishdan iboratdir. Hamda yomon xulqlarga kelsak, insonni mangulik saodatdan mahrum qiladigan, avomning nazarida nafratlik qiladigan, hayotimiz uchun zaharlik bo'lgan ish-amallar yomon xulqlardir. Bu yomon xulqlar o'rinsiz g'azab, shahvat, jaholat, hamoqatlik, o'rinliq, ta'magarlik, oshko'zlik, manmanchilik, takabburlik, adovatxo'rlik, g'aybatxo'rlik, hasadxo'rlik, yolg'onchilik, badaviy til haqorat, riyokorlik va zulmdir. Bu yomon xulqlarning razilligini, yuqorida atgan yaxshi xulqlarning go'zalligini insof tarozi bilan o'lchab, vijdon muhokamasi bilan tahqiqlab, yaxshilarini tushunib amal qilmoq, yomonlarni tunib hazar qilmoq lozimdir. Chunki insonning izzati, dunyoning lazzati yaxshi so'zlarni anglab va tushunib, ulardan nasiba olmoq, yomon va razillikni tunib, bilib, ulardan o'zini tortmoq, avom ra'yat foydasi uchun qo'lidan kelishicha tirishmoq va bu o'tkinchi dunyodan yaxshi nom bilan ketmakdir. Saidxon ustozning har bir ig'iz so'zni yuragiga naqshlab olmoqchi bo'lgandek zehn qo'yib anglaydi. Oyazbek Qushchining savuqi bir oz pishimdan ortiq davomlashdi. U har qitimliq darsdan keyin taliblarni munozaraga solatdi yoki so'zlagan darsga oid qisqa savollarni so'rab, shu orqali ularning tushunchisini chuqurlashtirdi. Hozirmi shunday qildi. Mirzo Tohirbek, dedi u bir piyola choy ichkichilik sukutdan keyin demini elib olib. Labbay ustoz, dedi Tohirbek dast o'rnidan turib. Sharhilisizlar, sadoqat deb nimaga aytilar? Tohirbek ehtirom bilan javob berdi. Sadoqat deb kishining o'z vazifasini to'g'riliq, bajandillik bilan ado qilmoqlikqa aytilar. Sadoqatman kishi vataniga, xon sultonlar bo'lmish posiboniga, qavmiga, qarindoshlariga, do'stiga to'g'riliq bilan xizmat qilib, obro'ga erishur va in'om olur. Dar haqiqat, sadoqat, vafodorlik gulshani, nijotlik bo'stonidir, dedi Oyazbek Qushchi Tohirbekning javobini to'liqlab. Ishton haridan hasal, yilondan zahar hosil bo'lganiga o'xshash, rostchillikdan foyda, xiyonatdan ziyon hosil bo'lur. Yaratquchi egam sodiqlarni so'yar, yolg'onchilarni so'ymas. Axloq nuqtasidan qaraganda rostchil gadoy yolg'onchi boydan yaxshiroqdir. Chunki sadoqatman kishi ahdiga vafo qilur. Yolg'onchi bo'lsa va'dasida turmay, o'zini xijolat, boshqalarni o'sal qilur. Xo'sh, joy olsinlar. Darsxona ishchini yana bir bas sukut qapladi. Taliblar yana qaysimizdan savol so'rarkan deb ustozning ko'ziga tikilib turishdi. Xonzoda Saidxon. Saidxon dast o'rnidan turib qo'l bog'ladi. Sharhilisizlar, zulm deb nimaga aytilar? Saidxon bir necha daqiqa o'ylanib olgandan keyin javob berdi. Zulm deb boshqalarning jiniga yoki meliga zarar yetkazmakka aytilar. Cenab-ı Hak Taala cemik insanlarni tang, barobar qilib yaratmıştır. Mansab va davlatiga, kuch va quvvatiga mag'rurlanib, birovning haq-huquqiga ta'ruz qilmoq zulmdir. Barakalloh, yaxshi sharhladilar, dedi Oyazbek Qushchi mamnun bo'lib. Cho'nglikning hurmati zulm va ta'addud emas, shafqat va marhamatdadir. Kichiklikning izzati nafrat va qarishlikda emas, sadoqat va hurmatdadir.
Şol hususta Ustaz Şeyh Seydi Gamizra destan pahur zinhar beddes ezze berdesteye rozgar. Yani acizlarning gemini yep yur hamisha, güçlüklerden etkil xavf pisha deb kichiklarni izzatlash, cho'nglarni hurmatlash xususida hikmat qoldirgan. Dunyoda ojiz miskinlarning ohidan o'tkir narsa yo'qdir. Ularning duosi ijobatga yaqindir. Şunu ularning qarg'ishidan qo'rqmoq, hazar qilmoq lozimdir. Otlar aytadilarki, pichoqni o'zingga sol, og'rimasa o'zgaga. Taliblarning yukinib o'ltiraverib, putining uyushib, qo'lishib ketganligi sababli pat-pat qimirlayotganligini his qilgan Oyazbek qushchi darisini oxirlashtirdi. Endi Masqovuldagidan jangbozlik mahoratidan saboq olasizlar. Hammalar sirtga chiqib yaroqlaringlarni tayyorlanglar. Ustozga hashqallar. Taliblar durrud o'rinlaridan turishib, ustozga hurmat bildirdi. Madrasa saynasi birdamdala taliblarning jip-jip bo'lib mahorat mashq qilishi bilan qizib ketdi. Qilich nayzlarning bir-biriga zarb bilan urilishdan chiqqan jarang-jurung ovozlar shuncha keng madrasa qo'rosini bir oldi. Sultan Ahmadxon amirlar bilan bir chetda turib taliblarning mahorat mashqini ko'ryotdi. Taliblar xon oliylarga o'zlarining mahoratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgandek, kundagidan bakrak mashqqa berilgan edi. Masqovul mudarris taliblarning qishig'i bir-birlab kelib, turli fan mahoratlarni o'rgatdi. Yaroqni qanday tutish, qanday hujum qilish, qanday mudofiyada turish haqida ta'lim beradi yoki o'zi o'rga ko'rsatdi. Sultan Ahmadxon rosa berilib qilishvozlik qilayotgan o'g'li Saidxon bilan Tohirbekning qishig'i keldi. Ikki yigit bir-biriga bo'y bermaydi. Qilishni qarshi tarafning ojiz taraflarini tepib uratdi. Ular ana shu yusunda bir hazo ilishgandan keyin mahoratlarini ko'rsatib turgan xon oliylarni ko'rib to'xtashdi. Tarlab ketgan yigitlarning ikki mag'zi anarda qizirib ketgan edi. Sultan Ahmadxon ularga bir necha daqiqa tikilib turgandan keyin tuyuqsiz so'radi. "Aytinglar-chi bahodirlarim, shijoat nima?" Saidxon chaqqonlik bilan javob berdi. "Yurakning quvvati, xonota." "Nemishqa bilakning quvvati emas? Agar yurakda quvvat bo'lmasa, bilakda quvvat bo'lmaydi. Bilak quvvati yurak quvvatiga bog'liq." Xon rozimandlik bilan beshini lang'ishgandan keyin yana so'radi. Yigitdan nimasi bilan ortiq?" Bu savolga Saidxon bilan Tohirbek tangli javob berdi. "Aql parosati va hushyorligi bilan." "Barakalloh, to'g'ri javob berdinglar," dedi Sultan Ahmadxon rozimandlik bilan boshlanishdi. "Qani mashqlarni davomlashtiringlar. Mashqda taringlar qanchalik ko'p oqsa, jangda yovning qinini shunchalik ko'p oqtira olasizlar." "Farmon berdormiz." Ikki yigit yana qilishvozlikqa tushib ketdi. Qilich bisida quyosh nuri yo'l chaqnab ko'zni qamashtirdi. Madrasa qo'rosidagi bu kangri sayna taliblarning mahorat mashqi bilan boshqacha qizib ketgan edi. Hurmatli o'quvchilar, bugun kitobni mushagicha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib olganlarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.